Yazğıcısı Nur Muhammed Ömer Uçqunining Ma'rifat Mash'ili Mamtili Apandi nomli asari. Bu asar Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglitildi. Sabiy chaqlar 1901-yili Ufuqdan amdili ko'tarilgan quyoshning qizg'ush nurlari sho'li tartib tushib turgan yo'ruq ham ozodi mehmonxonada cho'rdishib o'ltirgan yurt oqsoqollari chiroyi va kiyimidan g'amkinlik miskinlik chiqib tursimu o'zini zo'rg'a xushal tutib o'ltirayotgan dehqon kasb va har tabiqadagi kishilar dasturxondagi nozu ne'matlarga eg'iz takkash o'zaro parangga tushib ketgan edi. Gerçi parangning temisi o'xshamisimu, nima uchundir hammasilar navbatdagi vaziyat va turli o'zgarishlarni o'zi bilgancha tahlil qilib, ko'z qarashini o'tirg'a qo'yadi. Shu arada yosh jihati cho'ngroq, chiroyi va kiyimidan pokizlik yig'ib turgan, soqollariga oq sanjilgan, o'ttir bo'y mehmon yengil yutilib hammaylarni o'ziga qaratgandan keyin salli tonlarini tuzab qo'yib, yaqinlik ovozda: "Hurmatli ahli jamoat, bugun bu yerga yig'ilishdagi muddaoyimiz bo'yicha hozir yurtimizda tiyinlik bilan nom chiqarib, xaloyiqning hurmatiga sazovor bo'lib kelayotgan To'xtoji oxunning muborak o'g'liga ism qo'yish parhezini ado qilib olsak", dedi. Darvaqa bugun Otishning Buyomat kentidagi Tevib To'xtoji oilasining ikkinchi o'g'liga ism qo'yiladigan xosiyatli kun edi. Uning shu so'zi bilan hammaylar jim bo'lib bir eg'izdan: shundoq qilayli, shundoq qilayli" deb tasdiqlashdi. Ism qo'yish tayyorlik bitdi. Bu vaqt ism qo'yadigan imom chiroyli zaklangan o'maqqini buvoqni qo'liga elib, joy namozga kelib, qiblaga yuzlangandan keyin To'xtojiga qarab: "Sizlar bolaning otasi o'ylaganlari bordi", dedi. Uning orqa tarafida turgan To'xtoji: "Otamga bo'lgan sevginishimni ifodalash uchun bolaning onasi Fotimaxon bilan kengashib, o'g'limizga marhum otamning muborak ismi Mamtilini ism qilib qo'yish qaroriga kelgan edik. Sizlarcha", dedi so'zining oxirini yutib. Hammaylar buning intayin yaxshi bo'lganligini bir eg'izdan maqtashgandan keyin To'xtoji Tevibning ikkinchi o'g'liga Mamtili degan ism qo'yildi. Shunda qilib, Uyg'ur yangi ma'arifining asoschilaridan biri bo'lgan talantli tashkilotchi, o't yurak, ma'rifatparvar shoir qora tutaklar alamlab yurgan tuproq tepichaklab, chirqirab yig'lashga boshladi. Kunlar, oylar o'tib, To'xtoji oilasining cho'ng o'g'li Nizomiddinga agishib, kichik Mamtilimu o'sishga boshladi. Texi aqli to'liq yetilmagan bolaning eg'izidan chiqayotgan chuchuk, tatliq gaplar hamma odamning havasini keltiradi. Cho'ng, chaqnab turadigan ko'zlari, yumloq, bug'doy o'ng chiroyi, qo'yuq qoshlari va tinimsiz savol so'rab turadigan eg'izi bu oilani shodlik chumdiradi. To'xtoji bilan Fotimaxon bekor qolsalar Mamtilini erkiltishga, uni buni so'rab chuchuk so'zlardan huzurlanib kulishga amroq edi. Lekin bu amroqlikning orqasida o'g'lidan kutgan intayin zo'r umidmi bor edi. Uning ko'z oldidan bovisi ayni zamondagi Qashqardagi mashhur kishilarning biri bo'lgan Molla G'o'jaloqning 1877-yili 12-oyning 25-kunidagi Hayitga oldidagi darg'a esilgan holati zodili ketmaydi. Jangda vaqtsiz shahid bo'lgan dadasi Mamtilining o'limi esidan chiqmaydi. O'g'lining yaramliq, xalq g'amini yeydigan odam bo'lib chiqishini o'ylaydi. Shuning uchun Fotimaxon va To'xtoji Mamtiliga alohida ko'ngil bo'ladi. Vaqt topsalar, yeshig'i mos holdagi har xil narsalarni o'rgatadi.
so'rg'an odatdagi savollariga erinmay tafsiliy javob beradi. Shundaq tirishchanliklar orqasida Mamdeli ahli ochiq, zehni o'tkir, asli saqlash iqtidori alohida yuqori bola bo'lib o'sib yetildi. Bo'libmi u qo'shiq yodlashga mahir edi. Mamdelining g'amsiz bolalik davri hashbakdegicha o'tib ketdi. O'g'lini atrofliq tarbiyalashni maqsad qilgan To'xtaji uni diniy maktabga o'qishga olib berdi. U kichikidilla zehni o'tkir bo'lg'ashqa ustozi bergan savoqlarni nihoyat tezlikda yodlab, o'rganib ustozini hayron qoldirdi. Boshqa bolalar bir kun, hatto bir necha kundan o'rganib bo'lolmaydigan savoqni u nihoyat tezli o'rganib bo'lib, yana savoq elib, boshqalarning havasini qo'zg'aydi. U shundaq tirishchanligi bilan tezla diniy maktabda o'tiladigan darsliklar ichidagi klassik shoirlardan Sofi Allayar, Navoi, Mashrab, Vaydalarning har xil mazmundagi o'tkir fikrli she'rlarini yodlab, tonishib, o'zining she'riy talantiga asos soldi. Tang tushlardan eshib tushib, tug'ma qobiliyatini namoyon qildi. U sho'x savol so'rashga amroq bo'lganlikdanmi, biladiganlari tang tushlarininkidan ko'paydi. Uyida ota-onasi biror masalani so'rab qolsa yoki biror ishni maslahatlashayotgan bo'lsa, ikkilanmasdan o'z ko'z qarashini o'tirg'a qo'yib, masalalarga bo'lgan qiziqishini ifodalaydi. O'zining yeshining kichik bo'lishiga qaramay, xuddi cho'ng odamlardek salmoqliq va pokitlik fikr qiladi. Tamoq yeganda yoki boshqa ishlarni qilganda pokizlikqa alohida ahamiyat beradi. Kiyimlarini ratlik, pokiz kiyadi. Bir kuni u otasi bilan o'yladagi supida otasining dori o'simliklarini so'qib, aralashtirib dori tayyorlayotganini kuzatib o'tiradi. U qarmoqqa bir ixlosmand shogirdek ko'rinadi. Tuyuqsiz o'ylining ishiga echilib, 40-50 yoshlar atrofidagi bir odam kiyimlari maynab, yirtilgan, yuz ko'zlari qoradab ketgan bir bolani elib kirdi va tinch amonlik so'rashib, supiga taklif qilingandan keyin bolaning beshidagi talpikini elib, beshini qoplab ketgan tozga dori qilib qo'yishni o'tindi. Bola kaymi toz bo'lib, beshining hamma yerini qo'mash qoplab ketgan edi. Bola maynab kiyimlari qasmoq besib ketgan yuz ko'zlari bilan qo'shilib patqoq tushib ketgan lat qo'rchoqdek ko'rimsiz ko'rinadi. To'xtaji balaga dori tayyorlayotganda Mamdeli saskinib turibdi-mu, balaning qishig'i keldi va qo'shuvmisini turib, "Mo'shundoq maynab yursang toz bo'lmay qoladingmi? Qara abdinga" dedi. To'xtaji bilan heliqi odam hayronlikdan qarabli qilishdi. Bola bo'lsa qizarg'inidan qaradab ketgan qo'llarini yo'shirib yerga qarab oldi. "Mamdeli" dedi To'xtaji. "Beadablik qilma." "Rost emasmi?" g'udumshidi Mamdeli. Heliqi odam bo'lsa hayron bo'lgan holda havaslandi. "Tova, bumi bir bola ha?" dedi. Shuningdan keyin To'xtaji o'g'lining aqlining bara-bara yetilayotganligini ko'rib, aytqusiz xushallik chumib, o'g'liga madad berishga boshladi. Va ayoli Fotimaxon bilan maslahatlashib, uni Atush Tijanlik taraqqiyotparvar savdogar Qurbon hojim Tijandagi Oq maydonga solgan Oq maydon maktabiga o'qishga berib, yangi fanniy ma'arif bilimlari bilan qurollantirish qaroriga keldi. Va bu qarshini Mamdeliga aytdi. Buni anglagan Mamdeli intayin xushal bo'ldi va otasiga sho'xliqdan farqirab ketgan ko'zlarini tikib, "Ogam nizomidimi? Men bilan birga boramdi?" deb so'radi. To'xtaji tevib bolasining xo'shligidan ko'ngli suyunib boshlanishdi. Mamdeli xushal bo'lgan holda, "Yaxshi bo'ldi, men tanni maktabda o'qiydigan bo'ldim" deb ko'chaga qarab chapdi. Shu kuni kechasi xeyli bir hazagacha Mamdeli uxlay olmadi.
uning ko'nglidan yangi fanniy maktab qandaqroqdi? Nimalarni o'rgatadigandu? Ustozlar qandaqroqdi degandek nurg'un narsalar kashdi. O o'zining xushal o'rganayotgan, dars anglayotgan, do'stlar bilan o'ynayotgan holatini ko'z oldiga keltirib, qandaq vaqtlarda uxlab qolganini bilolmay qoldi. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qisqagina maktab hayoti. To'xtachi tevib ikki o'g'liga pokiz kiyimlarini kiygizib, oq maydon tarafga elib mangdi. Har ikki o'g'il shu qadar ruhliq va tetik edi. Ular atrofdagi zo'mchak uylarga, bog'larga, daraxtlarga bir xil qiziqish bilan qaraydi. Ular goh otasining kaynidan yugurib, goh otasining qo'lidan tutib, oq maydon maktabiga yetib kelishdi. Yangidan selingan 3 sinflik bu maktab tunji qaror o'qish boshlash oldida turadi. Mamtili, Nizomiddin va ularning navri tuqqanlaridan Muhididdin va Najmiddin shundaqla Hijan va har qaysi kanatlardan bo'lib 40 nafardan ortiq o'quvchi tizimlangan edi. Ular darsxonaga kirib, rakik o'tirgandan keyin ularni o'qitishga mas'ul bo'lgan qaraqosh, ko'zlari yo'g'on, qang'sharliq kishi, ya'ni turkiylik Ahmad apandi ularga maktab etishning ahamiyati, yangi fanniy maktabning va o'qishning qanday foydasi borligi to'g'riliq uzoq so'zladi. O'quvchilardan tirishib o'rganishni talab qildi. Sizlar xalqning umidi, sizlar xalqning kelgusi. Xalqni qorong'ulikdan qutuldirishda ma'arif bo'lmasa bo'lmaydi. deb so'zini oxirlashtirgandan keyin tizli dars boshladi. Hash-pash deguncha yarim yil o'tib, Ahmad apandining yetaklashi bilan o'quvchilar elpa, hisob darslarini o'qib savodini chiqardi. Bu jarayonda Ahmad apandi bu maktabda o'quvchilarga elpa, hisobdan boshqa turli madaniyat darslarini o'tgan bo'lib, uning dars o'tish usuli, mijoz xulqi o'quvchilarga cho'nqur ta'sir qoldirdi. U o'quvchilarni erkin ozoda, ruhli, mag'rur, ammo adab qoidalik bo'lishga dalolat qiladi. Bo'libmi, Mamtili uningda alohida qiziqish qo'zg'adi. Chunki mayli qaysi darsda bo'lsin, Mamtili eng ko'p savol so'raydi, eng ko'p fikr qiladi. Bir kuni tarix darsida Mamtili bu hurmatga sazovor o'qituvchidan: "Afandim, turkiyliklar bilan bizning qanday farqimiz bor?" deb so'radi. Ahmad apandi texi amdini o'qish hayotini boshlang'ich savodini egilayotgan bu o'quvchilarga tushunish qiyin bo'lgan tarixiy jarayonlarni so'zlab o'tirishni xohlamay, "Bizning Turkiyada mundaq bir naqshi bor", dedi va "O'tmi nomard ko'vrigidan elib kassimi suv seni, qo'rqma dushmandan ki otash bo'lsa ko'ydirmas seni, to'g'ri durust bo'l janobi egam xijil qilmas seni" degan naqshini o'qib berdi. Ondan Mamtiliga yuzlanib: "Sen aytib baqa, sizlarning yurtinglarda mushunga o'xshash naqshi bormi, yo'qmi?" deb so'radi. Nurg'un qo'shoq yodlagan Mamtili darhol o'rnidan turib: "Bizning yurtimizda siz aytgan bu naqshga o'xshab ketadigan o'tmi nomard ko'vrigidan salsini oqtirsimi, yemi nomard eshini oshiq seni o'ltirsimi degan naqshi bor" deb javob berdi. Ahmad apandi: "Hammanglar shuni bilishinglar kerakki, bu ikki naqshida bizni mard, nomusli, qaysar, qanoatchan bo'lishga da'vat qilgan. Shunga biz bu naqshini xalqimizning oliy janob qalbi va axloqining ifodasi deb tushunishimiz lozim" deb tushuntirdi. O'ttir bo'y, qora qoshliq, ko'zlari yo'g'on, yiqimliq, qang'sharliq, soqol qo'ymay Kavkazcha burut qo'yib olgan, qora chekmandan kalta,
tik yoqiliq kamzul kiyib yuradigan Ahmad apandi o'quvchilarga darsni mana shunday nishonliq, kuchli va dalillik o'tadi. U yana har xil ta'lim-tarbiya faoliyatini elib berishga alohida ahamiyat beradi. Faqat dars orqali yetaklashni asos qilmay, ko'ngil etish faoliyatlari orqali o'quvchilarni har taraflama iqtidor hozirlashga yetaklaydi. Mush tarafdan elib aytganda, Mamdili apandining naqsh usulga mohir tashkilotchi bo'lib yetishib chiqishiga u bevosita ta'sir ko'rsatgan edi. O'smir Mamdili naqsh usulga intayin herisman edi. Tambur chelib naqshi aytishga alohida ishtiyoqi bor bo'lib, haqiqatan hamma tarafdan tang yetilgan o'quvchi edi. Afsuski, Ahmad apandining o'quvchi tarbiyalash ishi uzoqqa bormadi. U ayni vaqtdagi yovuz siyosat va Qashqar tavasida ta'sir cho'ng hisoblanadigan ishchi qo'tur, zolim, nomard, oshko'z Ömer Bay qatorliq kishilarning cheqimchilik qilishi bilan Turkiyaga ketishga majbur bo'ldi. U ketar vaqtda g'azablangan holda Kashgar elida taxru zarurat, homiysi yo'qdir bu ila xarobat. Ma'nisi, Qashqar elida huquq, nom amal zo'r ekan. Bu yurtning homiysi yo'q, xarob bo'lib yetibdi. Degenicha, amdili dunyoga kelib, o'z majburiyati ado qilishga yuzlangan Oq maydon maktabidan ayrildi. Shuning bilan Oq maydon maktabi taqoldi. Mamdili qatorliq 40 dan ortiq o'quvchi yanala o'qishsiz qoldi. Bu vaqt Mamdilining 13-14 yoshlardagi chog'lari bo'lib, bilimga, tarbiyaga, yetaklashga intayin muhtoj mazgili edi. Afsuski, uni bilimga, tarbiyaga ega qilg'udak yangicha maktab yo'q edi. Cheqimchilarning sababidan Ahmadning qo'g'ilib ketganiga g'azablangan o'quvchilar Istanbuldan keldi Ahmad, ma'rifatchilar qildi hurmat, ming yasha ma'rifatchilar, zavol topsin Umar Hazilak deganda qo'shiqlarni to'qib, ko'chma-ko'cha o'qib, mustabid hukumatga va uning go'mashtilariga bo'lgan g'azabini ifodalagan edi. Lekin Ahmad qaytib kelolmaydi. Ömer Baydek munofiqlar bo'lsa, maktabning taqalgandan xushallanib yoyrishadi. Ularning xiyoliga bechora xalqning zulm ostidagi echinishli turmushi kirib chiqmaydi. Mamdili yangicha maktabda o'qishdan mahrum bo'lgandan keyin diniy maktablarda o'tiladigan Navoiy, Xo'ja Hofiz Shirrozi, Shayx Saidi, Ahmad Yasavi, Mashrab qatorliq sharq mutafakkur shoirlarining divanlarini berilib o'qishga kirishdi. Anglayotganinglar Biliq To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bala apandi. Mamdili yoshlik davriga qadam qo'ydi. Balalarcha sodda xiyollarning o'rniga yeshig'i munosib holdagi aql, o'y xiyol, orzu armonlar almashdi. Tambur chelishga, usul o'ynashga, naqshi aytishga mohirligi, so'zga chevarligi, zehnining o'tkirligi, qo'lidan ish keladiganligi bilan yurtdagi tang tushlari orasida obro'liq, inovatlik yigit bo'lib qoldi. Lekin bu obro' inovatga nima keladi? Mamdili, qaysi bilimim, aql farostim bilan hurmatlanaman. Ashu navqiron yigitlar bekorchilikda loy-g'azal, xo'rinishdi qo'l, qorong'ulikda ko'r bo'lib qiylaversinmi? Ahmad apandi nima uchun g'azablanadi? Nima uchun Turkiyadan kelib bizni o'qitib yurdi? Ya, jim yotmaslik kerak. Ustozimni tutib ketsa, mana men bor deb o'ylaydi. Kichkidan sho'x, aqlli, dadil yetishib chiqqan Mamdili ustozi Ahmad apandi o'rgatgan bilimlarni va o'zligidan o'rganganlarini boshqalarga o'rgatish jarayonida o'rganish qaroriga keldi. Sizlarni mana men o'qitaman.
dedi bir kuni Mamtili o'qiy olmay ichib pushib zerikib yurgan tangtush o'quvchisi bor bolalarga. Ha? Sen o'qitamsan? Balalar hayronlikdan kulib ketishdi. Lekin Mamtilining o'zi yasgan do'skini bo'stonliqdagi daraxtga ishonch va jasorat bilan osqinni ko'rib, amdila 16-17 yoshlarga kirgan bu yigitning chaqchaq qilmayotganligini tushundi. Ular gumon, qiziqish, ishonmaslik oralashib ketgan nazar bilan mahalladagi hammalar hurmatlaydigan Mamtilining jasoratiga qoyil bo'lmay tura olmadi. Ustozimiz bizni bekorga tarbiyalaganmi? Uni bizdan ayirib o'tish bilan umidimizni uzmasligimiz lozim. Bizdami endi aql bor, jur'at bor. Kelinglar, hammamiz birlik tugunimiz. Shunda qilib, kichkina Mamtili bo'stonliqdagi daraxtga o'zi yasab olgan do'skini esib qo'yib, balalarni yerga o'ltirg'izib, ularga elba va hisob o'rgatishga boshladi. Bo'stonliqlarda, yo'llarda va kishilarning g'o'ylisidan Mamtilining yangroq ovozi to'xtamay anglanib turadigan bo'ldi. U Ahmad apandi o'rgatgan naqshlarni o'rgatdi. Har xil amallar bilan balalarni o'qishga qiziqtirib va tashkillab ularni xeyla muntazam holatga yetkazdi. Komanda berib dars oraliqi va dam elishlarda cho'ng etizda mashq taslaydi. Hammaylar xuddi ustozining buyrug'iga shartsiz bo'ysunayotgan jonpida o'quvchilardek Mamtili hurmat qadam bilan bas deb komanda berishi bilan tang so'l qo'lni beliga tirab, o'ng qo'lini maydasiga qo'yib, putini egiz ko'tarib, yerga chil dasab, tash gupildatib, ovoz chiqarib, beshini yong'i burab, badanini tik ko'tarib mashq taslaydi. Ratlik tizilib, takshi holda gimnastika o'ynaydi. Oxirida har xil an'anaviy balalar o'yinlarini o'ynashga boshlaydi. Ularning jangovar, ratlik, ko'tarangi ruhi kishining zavqini keltiradi. Mamtili eng dastlab ochgan bu maktabning ta'sir doirasi kengayib, yiroq-yaqinga pur ketgan edi. Doim cho'ng-kichik ayollar yig'ilib, bu gudak, ammo zabardast jangchilardek tashkillik, intizomchan, intilish ruhiga ega bu o'quvchilarning harakatini havaslanib ko'radigan bo'ldi. Mamtili apandining tuzuk o'qimay turibmi, balalarni shunchalik tashkillab, radga silib, muntazam holatga elib kelganini ko'rib, To'xtajining bu bolasini bo'shchaqliqli bo'lmoqdakchimi? Qaranglar, bo'yiga boqmay shunchalik radlik mosh dasashkinni. Karomat bu karomat deb maqtab ketishdi va uni suyunish bilan bola apandi deb atishadigan bo'lishdi. Bara-bara To'xtajining bu arzuli o'g'lining ismi kichikligiga qaramay Mamtili apandi deb atiladigan bo'ldi. Anglayotganinglar Beliq To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ko'shgan o't. Mamtili apandi o'zining tunji qaror o'quvchilarini tarbiyalash, yetaklash jarayonida hammalarning havasini qo'zg'ash bilan birga o'zining tashkillash jihatdagi ajoyib talantini namoyon qildi. O'quvchilarga dars o'tishdan tortib, madaniy ko'ngil etish faoliyatlarigacha bo'lgan faoliyatlarni bir o'zi tashkillab, qilib qisilib, hamma ishda o'zi bilan tangtush ham kichik o'quvchilarga yetakchilik qilib, cho'nglarni hayron qoldirdi. Shu chaqdilar u o'zi qo'shiq to'qish, she'r yozish asosini turg'izib, o'quvchilarga o'zi to'qigan ba'zi qo'shiqlarni naqsh qilib o'rgatgan edi. U o'zining jamiyatni kuzatish, tahlil qilish iqtidorini ishga solib, shu vaqtdagi ba'zi ziddiyat va ruhiy holatlarni aks ettiradigan naqsh qo'shiqlarni yozib, o'quvchilarga o'rgatdi. Arkadaşlar toplanib biz dilga ilhom to'ldirib, yuksalayli endi olg'a xalqimizni uyg'otib. Bizga to'sqin qora kuchlar hayvisini sundirib, ko'ydirayli asoratni hammamizdan qo'zg'olib.
Bunun bilan Mamtili apandining inovati tezli o'sib ketdi. Bütün buyamet təvəsidiki yosh balalar onun uy ətrafıga yığılıb kun bo'yi u yerdan ketmaydi. Balalarning ota-onalari kelib ochiqlab, top-tani qilib elib ketgandilar, ondan u yerdan ayrilishga majbur bo'ladi. Sodda ota-onalar balalarini dushkalab uyga elib mengisimi, ko'nglining bir yerlarida balalardan so'yinadi. Balalarning bekor talab lay g'azal balalarning orqasidan emas, balki butun buyomat va qo'shni mahallalar, kanitlar orasida aqlliqligi, adablik, salmoqligi bilan hurmatga sazovor bo'lib yurgan Mamtili apandining kaynidan yurib, adab axloq, ilm o'rganayotganligidan xushallanadi. Pokiz, adablik, tirishchan bo'lib yetilayotgan balalardan va buyomatdagi yelinjigan o't Mamtili apandidan suyunadi. Bu vaqtlarda Mamtili apandimu 19 yoshlarning qarisini elib qolgan yigitga aylandi. Ta'sir doirasi kengayib, yosh bolalarni alohida o'zgacha xarakter bilan odatlantirib o'tkazga va tezla hamma hurmatlaydigan yigitga aylang'ashqa bir qism mutaassib kishilarning qarshiligiga uchradi. Mamtili yosh bolalarni yo'ldan chiqardi. Balalarimiz ishdan qochadigan dahiylardan bo'lib ketdi. deb to'g'ridan to'g'ri to'xtaji tevibqa va Mamtilining o'ziga gap echib, Mamtilining o'tda qizg'inligini, yangicha tarbiyaga bo'lgan havas o'tini o'chirmoqchi bo'lishdi. Ammo Mamtili undaq gap so'zlarga tamtirab qolmaydi. Uningda to'liq ruhiy tayyorlik bor edi. Shundaq kunlarning birida Ustun Otishning Eksoq kentida va butun Shinjong, O'rta Osiyo tavasida o'zining savdo to'ri, ma'rifatparvar ruhi bilan dong chiqarishga boshlagan Baudunbay Mamtilining g'ayrat shijoatiga opirin o'qish va uningga to'sqinlik qilgan mutaassib kishilarning hayvisini sundirish maqsadida juma kunligi atoyidan buyomatga chiqdi. U Mamtilining ulug' orzu istaklarida o't bo'lib yongan yurgiga ilhom berib, uni o'zi bilan birga Sulton Saltuq Bug'roxon jamoasiga elib chiqdi. Buning bilan mutaassiblar Mamtili apandi to'g'risida yomon so'zlarni qilishga petinolmaydigan, tahdid selishmaydigan bo'ldi. Mamtili apandining uyidan bir mezgil to'zishga boshlagan yoshlar aslidagidanmi ko'payib ketdi. Buni ko'rgan Mamtili apandi texmi dodillashib, kechqurus tashkilladi. Odatda bundaq kechqurus kishilarning hammasi ishdan bo'shagan vaqtda bir yerga to'plashib, ko'pchilik bilan birga ko'ngil echish va oz sondagi ta'lim-tarbiya mazmunini asos qiladi. Kechqurus o'zining intayin jalb qilarligi, qiziqarligi bilan har kuni tun yerimgacha davomlashadi. Yoshlar, dehqonlar bu yerda o'z ko'nglini xush qiladi. Naqshi o'qib, hikoya anglab, konsert o'yinlarini ko'rib, zulmat qoplagan turmushidagi ma'naviy ozuqning haqiqiy ta'mini tetib, Mamtili apandini kuchli qo'lladi. Hatto o'pigarlar yig'ilib, so'rin ovotlashib, ajoyib qaynam tashqinliq bir hayotiy manzara hosil bo'lib, xalq xushalliqqa cho'mib ketishdi. Jin chirog'ining xunuk nurlarida islashgan uylarda ishlarini tugatibla yon tashlab yotgan, atsi quyoshni kutib olishga odatlangan, o'z ko'nglini o'zi xushal qila oladigan, ammo vaziyatdan qo'rqqan va qanday qilishini bilolmay yurganlar kashkursqa aktivlik bilan qatnashib, o'zining qayg'u bosgan turmush hayotini mo'l mazmun bilan beyitishga boshladi. Ammo ishchi tor, hasadxo'r, mutaassib unsurlar To'xtajining kichik o'g'li Mamtilining bu harakatlaridan norozi bo'lib va ishning mundaq ketaversa o'zlariga foydasiz bo'ladiganligini tushunib, darhol birni 2, 2ni 3 qilib Mamtilining harakatlarini otish begiga, yurt cho'nglariga, sham yo'llarga pora berib chaqdi.
ahvollardan xabar topgan To'xtaji o'g'lining beshiga keladigan peshkanlikni o'ylab qattiq sarosimiga tushdi. U o'g'lini bu falokatdan omon qoldirish niyatida darhol tayyorlik qilib, yurtdan boshqa joyga ketkizib etmoqchi bo'ldi. Ular mangdigan chog'da Mamtili apandining o'quvchilari, tangtush do'stlari va uni hurmatlab o'z bolasidek e'tiborlaydigan nurg'un kishilar ularni uzatishga chiqdi. Yurtning ko'zi edingiz, hammamizning bir qanti so'ndi, dedi yashangan dehqondan birisi. Yo'q ota, undaq demisizlar. Bir odamning yo'q bo'lishi bilan qanot sunsi bo'lmaydi. Men ketgan bilan mening o'rnimni besib, xalq, millat, vatan uchun ishlaydigan yigitlar qoladi. Texin nurg'un yigitlar qoladi. Shundaqmi? Dedi Mamtili apandi hayajondan mag'zini bo'ylab yiqiyotgan yeshini surdi. Yenida o'ziga tikilib turganlar qarab, jarangliq ovozda. Shunda atrofni titratgudek ovoz hammalarning eg'izlaridan tangli etilib chiqdi. Mamtili apandi yosh bilan to'lgan ko'zini kulkiga zo'rlab, hammalar bilan birma-bir qo'l elishib ko'rishib chiqqandan keyin dadisi To'xtajining qishig'i keldi va orqasiga burilib: "Xo'sh, tuqqanlar, omon bo'linglar", dedi. Ammo to'plashib turganlarning birimi uning so'ziga javob bermadi. Orani ig'ir sukut qopladi. Izg'irin shamol hammalarning yuz-ko'zlarini so'yib o'tib, ayrilish o'tida puchilanayotgan yuraklarni teg'imi echishtirgandek bo'ladi. Hammalarning ko'zida yosh, qo'shumisi mahkam turilgan. Chiroyidan ig'ir azobning qora ko'langisi ifodalanib turadi. Buni ko'rgan Mamtilining ko'ngli buzildi. U mehnatkash, vafodor, emgakchan yurtdoshlarga bir nimalarnidu demoqchi bo'ldi-yu, bo'g'ziga bir narsa qoplashib qolgandek qalpikini midirib tanladi. "Mush ketgancha qachonlarda qaytib kelasiz, apandim?" so'radi o'quvchilardan biri yig'i aralash ovozi bilan. "Qachonlarda qaytib kelishimni o'zimmi bilmayman, lekin kesib ayta olmaymanki, jinim tinimdil bo'ladigan, men hamon qaytib kelaman." Mamtili apandining ovozi kang bo'shliqqa singib ketdi. "Potoq keling apandim, biz sizning yo'lingizga qaraymiz. Biz sizga muhtoj, sizdek yoshlarga muhtoj." Atrofni qahrdan qishdiki, osh qolgan ko'k bo'rilarning g'o'lishidek echinishli sadolar qopladi. Kimdir biri kimlarnidir tillab tashladi. Mamtili apandining bu saddidil yurtdoshlariga, kindiqini to'kilgan ona yurtiga qayta cho'nqur mehr bilan qarag'isi keladi. Ayrilishga ko'zi qiymaydi, lekin amal qancha? "Endi mang'ayli bolam." To'xtajining davati bilan Mamtili hammalarga qarab qaytadan qo'l elishib ko'rishgandan keyin: "Xayr tuqqanlar, ko'rishguncha omon bo'linglar", deb orqaga burilganicha dadisi bilan yurib ketdi. Bu milodiya 1920-yilning ma'lum bir kuni edi. Anglavatqaninglar Biliq Tordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Sayran bo'yidagi o'ylar. Tarixda Mamtili apandining tog' orqasiga, ya'ni Eliga qilgan safari deb atalgan bu safar Mamtili apandi uchun jismoniy jihatdan chiniqish, ma'naviy jihatdan tavlanish fursati bo'ldi. U dadasi bilan shimolga qarab mangandan keyin ona yurt va u yerda qolib qolgan onasi bilan akasining hijron o'tida kuyib puchilangandan boshqa o'zida eng cho'ng, eng mukammal bo'lgan echinish tuyg'usi bara-bara shakllanishga boshladi. Nima uchun o'zimizning yurtidami erkin yashab, bayashab turmush kechirib yurolmaymiz? Nima uchun bir qarindosh turib bir-birimizni patrumay, cheqimchilik,
töhmetxo'rlik, fitna fasod urug' terib, g'ojir itdek talishib o'timiz. Nima uchun bir qism kishilar hamma odamni yaxshilikqa, fazilatga, ulug'vorlikqa yetaklaydigan, aql ko'zimizni ochib, bizga yangi ilm bera oladigan yangi maktabdan shuncha bola qo'rqidi? Nima uchun o'z xalqining farzandlarini nadonlikda, qorong'ulikda, jaholat tumanlari ichida, xor, zabulliqda qo'yib o'zi xushal kerilib yuriydi? Bular zodi nima uchun? Mamdili apandining qalbida uyg'onayotgan bundoq sonsiz nima uchunlar uni tinimsiz qiynaydi. Javob berishga, reallikdan javob izlashga undaydi. Chunki u amdi bu yomatda sho'x sakrab, xushallikdan qinqiniga patmay qoladigan mamdili emas edi. Uning nurg'un ishlariga shohid bo'lib qolgan, g'azallar bilan to'lgan 20 yillik bahori. Uning amdi xalqning buguni ustida boshqa turib izlanadigan, ko'z oldidagi reallikdan g'azablanadigan, puchilini olaydigan yurakni, vijdonni, g'ururni ato qilgan edi. Mamdili apandi Bordalaga kelib to'xtag'uchi bo'lgan orliqda xalqning oshsarliq holatini, bo'libmi ma'naviy ochliqning naqadar cho'ng ekanligini aniq his qildi. Nagili bormasin munofiqlik tufaylidan zulm va qatma-qat ruhiy iskanjalar dastasidan ingravotgan xalq uning ko'z oldida paydo bo'ladi. Ko'pchilik xuddi xotirjamdek, ko'ngli to'xtab ko'rinsimi, ammo nimadandir xudiksirab yuradi. Ehtiyot bilan atrofga beqishadi. Qalbida yoshlik tuyg'ulari tashqinlab turgan bu yigit safar ustida nima uchundir haddidan ziyoda kamsiz, xiyolchan bo'lib qoldi. To'xtaji balasiga yurtdan, onasidan ayrilish eg'ir kelgan o'xshaydi deb o'ylab, ortiqcha gap so'z qilmasdan yo'l mengishda davomlashtiradi. Mamdili bo'lsa, o'z xiyol bilan band edi. Gohida birga elib olgan tambirdan kishining yurak torini titritadigan o'zgacha mung va istaklarni to'kkinicha yiroqlarga qarab ig'ir o'q tortib qo'yadi. Ular shundoq yo'l yurib, zumratda ko'p suyda quyoshning oltin rang nurlari jilva qilib, bir uchun ko'mish tangi chechilgandek ko'zni qamashtirib turadigan tog'lar orasiga joylashgan Sayram ko'liga yetib kelishdi. Sayram ko'li bo'yida bir oz dam elib olgandan keyin ondan mangmoqchi bo'lib to'xtadi va ozuqlanishga tutindi. Mamdili qo'liga qaytib ketgan nonni elib, yenik chayqalib turgan ko'l suyiga qaradi. Shamolda ko'l suyi mayin to'lqinlarni hosil qilib, qirg'oqqa navbat bilan bo'sh urilatdi-da, tezla orqaga qaytadi. Yana urilatdi, qaytadi. Mamdilining vujudida yoshlik tuyg'ulari, qalbida vatan va xalqning qatma-qat mushkulotlarga duch kelgan qismatlarini o'zgartish orzusi o'tdek yelinjaydi. Mana shu topda Sayram ko'liga qarab berib, uning ko'nglida tushunib bo'lmaydigan bir xil g'aliyon yuz berishga boshladi. Yurki qurtdek midrab butun badani orom sizinishga, bo'shib ketgandek tuyulishga boshladi. Ching yimirilgan qo'shuv millardan va qo'yuq qoshlari ostida o'tliq to'chkadek chaqnab turgan ko'zlardan chaqnagan nurlar uni yana azobli xilvatlarga so'rab elib boradi. Balam, nim bo'lding? To'xtaji balasining non yeyishni qo'yib, bir nuqtaga qodilib qolganligini ko'rib, bir oz andishiga tushib so'radi. U Mamdili apandini og'rib qolgan cheg'i deb o'ylagan edi. Ammo Mamdili apandi tuyuqsiz o'rnida turib, yenik chayqalib turgan Sayram ko'liga qarab, kuchli hayajon bilan deklamatsiya qilishga boshladi. Sayram ko'li o'zing kichik darding to'la.
daval qo'ysan sohillardan tosholmaysan. Atrofingni qo'rshib olg'ach egiz tog'lar, untirsan davallardan osholmaysan. To'xtaji shundala o'g'lining nima uchun shunchalar o'zgarib ketganining tegiga yetdi. O'g'lining tegicha hayajondan qizirib turgan chiroyiga va nur chaqnab turgan ko'zlariga qarab, talantiga hurmat bildirmay tura olmadi. U bu bir koplet she'r orqali nurg'un narsani deb olgan. Qisqasi o'zini necha kunlardan beri azoblab kelayotgan savollarni yakunlab chiqqandek ko'rinadi. Yaxshi o'g'lim. To'xtaji o'rnidan dast turib, suyimlik o'g'lini mahkam quchoqladi. Mamdelimo otasining kang yelkinlarini quchoqladi. Ko'zlaridan to'xtamay yosh quyildi. Har ikkaylarining bir-biriga kirishib, bir tanga aylanib ketgan gavdillari ko'l bo'yidagi mayin shamolda bir ilohiy muhabbatning birlashishi bo'lib cho'xchib turadi. Sayram kuli buningdan bexabar holda yanala eg'ir pushildab, yenik do'lqinlarini qirg'oqqa navbat bilan uradi. Urilishdan hosil bo'lgan suv ko'pikchilari va oppoq bujg'unlar yana mayus, bo'shashgan holda bepoyon suv ichiga, timtasliq ichiga g'arq bo'lgan do'lqinlar qo'yniga qaytishga majbur bo'ladi. Anglavatqanlar Beliq Tordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Cho'chakdagi kunlar. Ketayli balam. Cho'chakdagi tuqqanlarning qiyshig'ini chiqib ketayli. Dedi To'xtaji tevib bir kuni o'g'li Mamteliga. Shu chaqda cho'chakda otishliqlar nihoyat ko'p o'ltiraqlashgan ham cho'chakning madaniyat havosi boshqa joylarga selishtirganda qo'yuqroq edi. Ilm ma'rifat yenglik yo'lida o'tdek yenayotgan Mamteli apandiga dadasining maslihati xo'p yoqdi. Mamteli apandining cho'chak chiqqaniga mana hash-pash degucha bir necha hafta bo'ldi. Uning naqsha sazg'i mahir, gapdan tuz ko'ngil chechanligi birdandila cho'chak pur ketdi. U har kuni yangidan tunishgan do'st birodarlar bilan fikrlashib, qaysidir birining uyiga qotirash, nimalarnidir muhokama qilish, naqsha o'qib, soz chelish bilan o'tayotgan umriga echinib qoldi. Demismi, vatan, xalq uchun yongan bu o't hargiz arzimas ishlarga ko'ymasligi kerak edi. Lekin u bundan muvofiq foydalana oladi. Ta'sir doirasini kengaytirish, boshqalarni o'yg'itish, ma'rifatga yetaklash va bilimlik, iqtidorli zotlar ilg'or etdidagi yoshlar bilan tanishish asosan mushundaq so'rovlarda elib beriladi. Buning bilan uning do'stlari, ham suhbatlari, ilg'or fikrlik ustozlari tabiiy ravishda ko'payib, u cho'chak chiqib uzun o'tmayla yuz obro'li yigitga aylanib qoldi. Uning tambur chelish mahoratining yuqorligi, naqshini voyaga yetkazib aytadiganligi, she'r yoza oladiganligi, gap so'z, yurish turishining durust, haqqoniyat tuyg'usining kuchlikligi, mejas xarakterining ochiq yo'riqligi, bilim saviyasining yuqorligi, bir necha xil, ya'ni jo'chilik, teviblik va oshpazlik hunarini biladiganligi bilan cho'chak yoshlarining guliga aylanib, nurg'un yosh, o'ttir yoshlik kishilarning qizg'in hurmatlashiga erishdi. To'xtaji cho'chak chiqqandan keyin jinni qamdash va bekor yurmaslik uchun o'z kasbi teviblik bilan shug'ullandi. U Mamtelining o'ziga yordamlashishini o'ylaydi. Jamiyatda yana mutasib qora kuchlar va qonxo'r, iflos, yangzingshinning qo'l chumoqchilarining yomon niyatli ko'ziga ilinib qolishdan ansiraydi. Lekin Mamteli tuyuqsizlar uning o'yining aksiga fikr qildi. Ota,
dedi u bir kuni dadasiga. "Menmo endi cho'ng bo'lib qoldim. Sizga mangu tayinib bo'lolmayman. Shunga o'z oldimga do'kon ochib, eg'irimni yenikiltaymikin deyman. Bu do'kon bog'o bolam. Yenimda hamroh bo'lib tiyubliqni puxtala. Do'konni baribir sana o'tkazib beraman. Uning ustiga xalq doim sog'lomlikqa muhtoj. Bu hunar hargiz yerda qolmaydi. Obdalın naf beralaydi, ham xalqqa foyda yetkazalaysan. Xalqda ruhiy sog'lomlikli bo'ladigan, jismoniy sog'lomlikmi jazman yaxshilanib ketadi. Xalq oldi bilan jismoniy davolashga emas, ma'naviy davolashga muhtoj. Ota, haqiqiy dardning qayerdaligini xalqimiz hamını biladigan bo'ladi." O'g'lining mundaq deyishini asla o'ylamagan ota bolasining yiroqni ko'rarligidan, cho'nqur atrofli o'ylanib, ondan bu qarorga kelganligidan so'yinib, o'g'lining bu tanlashiga hurmat qildi va qo'shiladiganligini bildirdi. Mamtili apandi xuddi kichik bolalardek xushallangan holda dadasiga nurg'un rahmat ashqallar aytgandan keyin sotirashliq do'koni ochishga tayyorlandi. To'xtaji o'g'lining burun o'rgangan boshqa hunardan birarni asos qilib turib do'kon ochadigan-do deb o'ylagan edi. Lekin Mamtili apandi otasini hayron qoldirib, sotirashliq do'koni ochadiganligini bildirganda otasi qarish fikrda bir narsa demoqchi bo'ldi-yu, hamma ishni atrofli o'ylab, ondan qaror chiqarishga odatlangan Mamtilining o'ylaganlari bor-do deb xayol qilib, tish yerib bir narsa demadi. Do'kon tayyorlash, lozimatli narsalarni buyrutish, setib olish ishlarida yordamlashib berib, o'g'lini xotirjam qildi. Lekin uning ansiraydig'ini yo'q emas edi. Atishtikidek ishlarni bo'lmaydi deb kim aytiyolaydi? Mamtili apandining birdilla sotirashliq do'koni etishidimi sabab bor edi. U o'z kuchiga tayanib yashashni, halol mehnat bilan kun kechirishni, insoniy qadr-qimmatni saqlashning birinchi omili deb taniydi. Shunga u ham tirikchilik qilishga, ham yoshlar bilan bosh qo'shib, fikr almashtirib turishga foydali bo'lishini ko'zlab, sotirashxonani maqsadlik ochgan edi. Sotirashxona ochilib, cho'chak yoshlar uchun qimmatli bir maktab ochilgan bilan barobar bo'ldi. Ular bekor qilgan hamon sotirashxonaga kirib, Mamtili apandining mo'l mazmunli fikrlarini anglashga xushtar edi. Mamtili apandi bundoq fursatlardan qanday foydalanishni o'tdan biladigan bo'lg'ashqa, parangning mazmunini qaysi temaga yo'tkashni, yoshlarning qalbiga qaysi xildagi o'tni tutashtirishni biladi. U har bir parangiga xalqning navbatdagi ahvoli, qonxo'r ifloslarning ilg'or yoshlarni, oqartquchilarni qanday qismatlarga duchor qilayotganini, xalqning zulm ostidagi echinishli holatini intayin mohirlik bilan so'zlab, anglag'uchilarga o'zlarining nima qilish kerakligini intayin aniq tunutadi. Bundaq vaqtlarda Mamtili apandi hayojini bosolmay so'zlab ketadigan bo'lsa, chasaqollarini oldirish uchun kelgan xaridorlarmi ixtiyorsiz qoyil bo'lib, uningga bo'lgan hurmati eshib, amdila 20larga kirgan bu yigitga havaslanib qarab ketishadi. Sotirashxonda uzoqroq o'ltirg'isi, Mamtili apandining haqqoniy cho'qonlarini qoyillik bilan anglab olg'isi keladi. Ular pat-pat kelib turadi. Shunda qilib, Mamtili apandining bu sotirashxonasi cho'chak tavasidagi eng xaridorlik sotirashxonalar emas, balki eng erkin munozara so'riniga aylanib, Mamtili apandi cho'chakdagi ko'zga ko'ringan yoshlar ichidagi hamma hurmatlaydigan, ta'rifini qilishadigan xosiyatli yigit bo'lib qoldi. Ko'ch-ko'ylarda, yig'ilishlarda, yoshlar orasida Mamtili apandining esil xislatlari hikoya qilinib, cho'chakda nomi chiqqan mazgillarda, cho'chakda panohlanib mudarrislik qilayotgan asli Rossiyaning Qozon shahridan kelgan Tatar olimi Murod apandi bir kuni Mamtili apandining sotirashxonasiga kirib keldi. Assalomu alaykum.
Мәмдili әпәнди qo'lidagi usturni qo'yib, chiroyidan nur yig'ib turgan bu illiq chiroyli odamni dukkanning bir tarafiga qo'yilgan karvatga o'tirishga taklif qildi. O'zi xaridorning beshini pokiz qilib, rozi qilib bo'lgandan keyin kirgan kishiga qaradi. Chochlarini olamdiq. Мәмдili әпәнди hozirga qadar ko'rib boqmagan bu notunish xaridorga illiq nazarda tikildi. Xaridorlar tugab, dukkan ichi quruqtilib qolgan edi. O'zlaridagi hurmat sohibiga bosh tushirgizishga bo'ladimi? Dedi xaridor sirliq kulgi bilan. Hunarga hurmat loyiq kelmaydi-ku deyman. Dedi Мәмдili әпәндimi hozir javobligi bilan. Bunun bilan xaridor kulimsirgincha o'rindan turib, Мәмдili әпәнdining javobiga barakallah aytgandan keyin qo'sh qo'llab qayta ko'rishdi va o'zining ism familiyasini aytdi. Murat әпәndi? Xaridor bir xilda boshlang'ich turadi. Muborak nomlarini uzoqdan beri anglab kelgan edim, dedi Мәмдili. Mana bugun didorlarini ko'rish nasib bo'pti. Yana kelib olaydan o'zir kapdilar. Peqirning o'zirdek katta olimning oldiga salomga bora olmaganligimni kechirgaylar. Murat әпәndi bu yigitning haqiqatan kishilar zikr qilib yurayotgandek adablik ekanligiga ish-ishchidan oqirin o'qidi. Va o'zir so'ragan holatda bosh egib turgan Мәмдili әпәнdining murisidan tutib karvatga o'tirg'izgandan keyin nomingizni anglab yurayotganimga xeyli bo'ldi. Lekin ba'zi sabablar tufaylidan kelolmagan edim. Mana bekorga nomingiz chiqmabdi ekan. Ustozimizning oldida bizga bunday hurmatlar ortiqchidir, dedi Мәмдili. O Murat әпәнdining danqini xeyli burun anglagan va uning bilan ham suhbat birodarlari tarafini qilib, Мәмдili әпәнdining yuragiga tonishish, ustoz tutish havasini selib qo'ygan. Ular pat arada fursat chiqarib, bu muborak olimning huzuriga bormoqchi bo'lgan edi. Mana endi u o'zi izlab kelgan edi. Мәмдili hayajondan aytqusiz xushallik cho'mib ketdi. Garchi yosh jihati kichik, amdili yetilayotgan bo'lsingizmi, xalq yo'lidagi izlanishlaringiz odamni haqiqatan xushal qiladi. Hozir sizga o'xshash izlanish ruhiga boy, hamma tarafdan iqtidor hozirlagan, tarishjon, ma'rifat xumar yoshlarni topmoq ancha o'ng'ay emas. Bo'lsa-mu azroqli qiyinchilik, qarshilikqa duch kelgan hamon bal qo'yib etib, ulug'vor orzu armonlarini ko'pikka aylantirib etdi. Mutasib kishilar va Yongzishin hukumatining hayvisidan cho'chib, irodasini, aqid e'tiqodini, niyat iqbolini ikki kunlik umriga tegishib etdi. Lekin sizdek haqqoniyat, erkinlik istaydigan, ilm ma'rifat istaydigan yoshlar ancha ko'p emas. İnşallah niyetingiz jazman amalga oshqusi. Faqat oxirgacha kurash qilish irodingiz bo'lsa-la. Murat әпәndi Мәмдili әпәнdining berilib anglayotganligini ko'rib, so'zini davomlashtirdi. Xalqni jaholatdan qutuldirmay turib, baxt saodatga erishtirish mumkin emas. Jasoratingiz hamon xalqning qo'llashiga erishadi. Chunki Yongzishin xalqni suvsiz maysaga o'xshatib qo'ydi. Natijada ular qurishga qarab yuzlandi. Lekin Yongzishin shuni bilish kerakki, quruq cho'pga o't eng oson tutishadi. Amdiki masala o'tni qanchalik darajada tutashtirish. Bu yo'lda hammaylar aktiv harakatlanishimiz lozim. Murat әпәndi uzoq so'zladi. Мәмдili әпәнdining qalbidagi o'tliq planlar teg'ini kuchishga boshladi. Shu asnoda dukkanga notunish xaridordan biri kirib keldi. Murat әпәndi so'zini oyoqlashtirib dukkandan chiqdi. Chunki har vaqt ehtiyot qilmasa bo'lmaydi. Qimmatli vaqtlarini chiqarib izlab kelganlarga va menga madad, ishonch berib yo'l ko'rsatganlarga rahmat ustoz.
dedi Məmtili əpəndi həşqallı bildirib. Murad əpəndi onunğa uyinin eniq o'rnini aytib bergandan keyin berishqa taklif qilib qo'yib qaytib ketdi. Məmtili əpəndi bu kichik piyil, kibrsiz olimning so'zlaridan kuch-quvvat elib, ko'z oldi nurlanib ketdi. Murad əpəndining qarisi yetguncha do'kon oldida turgandan keyin ruhliq holda do'konga kirib ketdi. Shuningdan keyin Murad əpəndi Məmtili əpəndining haqiqiy sirdosh do'stiga va ma'naviy ustoziga aylandi. Bilimga bo'lgan tashnoliqqa yelinjab turgan Məmtili əpəndi Murad əpəndini o'zining yetakliguvchisi, qutquzg'uvchisi, ustozi deb tunib, onundan samimiylik bilan o'rganishga boshladi. Buning bilan Məmtili əpəndining obro'yi texmi o'sib ketdi. Məmtili əpəndi bilan Murad əpəndining do'stligi intayin qo'yuqlashyotgan. Məmtili əpəndining haqqoniyat tuyg'usi barg'an sari kuchayotgan. Bilim doirasi kengayib, e'tiqodi mustahkamlanayotgan. Inovat o'sib berayotgan shu kunlarda cho'chakda yurakni pora-pora qiladigan bir shum xabar yetib kelib, o'qimishliq zotlar, ma'rifatparvar savdogarlar, xalqparvar yoshlar eg'ir o'q tortishqinicha qop-qora istutaklar laylab yurgan ko'kka alamlik beqishqinicha yoq tishlashga majbur bo'ldi. Faqat cho'chaklar emas, G'o'lja, Otush, Qashqar, qisqasi butun Shinjong tavasining hasratlik yig'i qopladi. Ona daryo torim hayvatlik nari tortib, daryo qinig'i zarb bilan urildi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Nurmuhammad Ömer Uchqunining Ma'rifat mash'ili Məmtili əpəndi nomli asrini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz.